Assalomu alaykum va rahmatulloh. Aziz obunachilar, qardoshlar, birodarlar, azizlar, mana Tojikistonga keldim. Rossiyadan kelib, nasib bo'lsa, momomni ko'rgani keldim. Jannatul momojonim bilan otamni onalari. Rustammi? Yo'q. Ha. Bu tanishlar, birodarlar, azizlar, yaqinda ko'radigan ijtimoiy tarmoqlarda. Xudo xohlasa momomni duosini olgani keldim. Deganda Uzoq umr bersin. Sog' salomat o'ynab kulib ishlab yuringlar. Ishlaganinglar yomonga ketmasin. Uydagi ayolbachchayam, erkak hammasi. 2 yil deganda to'g'ri uyga kelib, ana momomni ko'rib duosini olgani keldim. Hammaga tavsiyam, qarlar bor, ko'ringlar, duosini olinglar. Otamiz, onamiz hammamizga g'animat. Shunday.